Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi kuxenniy mebelimizni yasaganiga kelganmiz. Bu Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining Kengizor qishlog'ida, ya'ni mening qishlog'imda. Mana shu joyga kuxenniy shkaf buyurtma qilishgan. Ikki yoni panel bo'ladi. Tepasi patologgacha. Patologlar natijniy patolog bo'lgan. Natijniy patologga kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar. Astamina bo'lgan hamma narsasi. Mo'ykalarining yaxshisidan qilinayapti, xudo xolasa. Shumka bo'lgan, ovoz chiqarmaydi. Qalinligiga e'tibor qilish kerak mo'ykani, qarang. Bir qarashsiz. Hali chuqurligi mana shu.